tenderlarda qatnashishda nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri hozir ko'rib chiqamiz. Qani tender talablariga kiraylikchi. Voy, qachon tanishib chiqaman bu bilan? Jasur hujjatlarni tayyorlayver, ishtirok etamiz. Yutsak bir gap bo'lar. Mana tenderda 15 xil mebel so'rashgan ekan, lekin dizaynni kiritmagan ekan. Bo'lmasa boshimizni ortmay savdoda qatnashib agarda yutib chiqadigan bo'lsak, skladdan razmeri to'g'ri keladiganini berib yuboramiz. Jasur anu tender hujjati tayyor bo'ldimi? Tayyor aka, joylashtiravering. Yo'q, hozir emas. Bir 15 minut qolganda joylashtiramiz. Shunda oxirgi narx bizaniki bo'ladi. Oka, tenderda yutkizimizni. Bilmadim nimagaligini. Narximiz qimmatli qilgan bo'lsa kerak. Mayli, keyingisida ishtirok etaylik, yutamiz, oka. Xo'sh, aslida qanaqa bo'lish kerak? Birinchi navbatda tender hujjatlari talablari bilan erinmasdan oxirigacha tanishib chiqing. Tender hujjatlari bo'yicha nimagadir tushunmayotgan bo'lsangiz, tender savdosidagi asosiy sahifadan pastroqqa tushamiz. Shunda bu tender bo'yicha mas'ul shaxsning telefon raqami yozilgan bo'ladi. Agarda bu raqamga bog'lana olmasangiz, internet orqali tashkilotlar raqamini topamiz. Bu orqali davlat xaridlari savdolariga javobgar shaxsga bog'lanishingiz mumkin. Savdo tugashiga oz vaqt qolganda hujjatlaringizni topshirmang. Ya'ni oldinroq harakat qilib ko'ring. Sababi internet yoki saytda o'zida qanaqadir texnik muammolar bo'ladigan bo'lsa, siz hujjatlaringizni topshira olmay qolishingiz mumkin. Oxirgisi, ushbu tenderda yutkazgan bo'lsangiz ham tender protokoli bilan tanishib chiqing. Agarda sizni savdo natijasi bo'yicha e'tirozingiz bo'ladigan bo'lsa, 48 soat ichida o'zingiz shikoyatingizni berishingiz mumkin. Toki sizni shikoyatingizga javob berishmaguncha tender g'olibi bilan shartnoma tuzilmaydi. Davlat xaridlari, auksion, tenderlar orqali ko'plab foydali ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, bizning sahifamizga obuna bo'ling.